Dadasi, nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi? Derazada tashqarini kuzatyapman. Tashqarida nima bor ekan? Tashqarida nima bo'lishi mumkin? Jetellar bor, atrof muhit bor, tushundingmi? Shu, nima qilyapsizlar qo'shnilar? Shu qo'shni siz yetmay turgandingizda, o'zi yetmaydigan joylarda yuraman doim. Shunaqa o'zi yetishmaydi sizga, shuning uchun yetmagan joylarda yurasiz. Bo'ldi qinglar, ketdim. Xo'sh, bu joyini nimaga bunaqa qilib qo'ydim? Vobbo, xato qilib yuborishga balo bor ekanmi shu vaqtda? Tek to'g'rilaymiz. To'g'ri ham bo'lmaydi buni qara. Bosil tez ishla, nima ishlamaysan? Asabimni buzma hozir notebook, asabimni buzma, titib tashlayman lekin seni. Gapirishni bilganingda bormi? Shunday so'kishardim sen bilan. Asabim yomon buzilyapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoda bilasizlar. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar. Obuna knopkasini ostida bilasizlarmi nechta kanal bor? Shuni bilmayapman, sizlar bilsanglar kommentariy yozib boringlar. Hammasiga obuna bo'linglar. Adashmasam 6 ta bor, 5 tasi yangi. Yangi kanallarda albatta yangi videolar chiqadi. O'shaning uchun hammasiga obuna bo'ling. Garishda nima ketadi? Tekin narsa, pulli bo'lsa ekan mayli edi. Obuna bo'lmasdingiz. Короче, unib qo'ying, tamom. Men esa sizlar uchun video olish uchun mana bu notebookga ishlamoqchi edim. Qotib asabimni buzyapti, lekin bu notebookni cho'ta sotib yuboramanmi deyman. Shu faqat video olish, qishloq ishi bilan band bo'lib o'tiribman, juda ham zerikib ketdim. Yo'qmay ketyapti bunaqa ishlar. Narsalarning ichida ham hech narsa yo'q. Bu yerda pulim bor edi. Mayli, nima ham derdik, nima ham qilardik. Pulimiz yetarlicha, normalicha bor ekan. Hozir короче polzimda ishlashim kerak. Ertalab bo'ldimi ekan? Hali ertalab, endi ertalab bo'lyapti. Quyosh endi yurib kelyapti. Ko'ryapsizlarmi qanday tez yuradi quyoshimiz bizda. Xo'sh, kun tez o'tib ketadi. Bu juda ham yomon. Tezroq o'tgani, tez sekinroq o'tgani yaxshi. Hamma ishni bemalol qilib ulgurish kerak-da odam. Bunaqa tez o'tgandan keyin hech nimaga ulgurib ham bo'lmaydi. Odam nimadir qilmoqchi bo'lsa qila olmaydi ham. Mayli. Sariq eshik nimaga sariq bilasizlarmi? Bu sabzini rangidagi. O'shaning uchun sariq qo'yganman. Yoki bilmadim, prosta qo'yib kelgan sariq rangi. To'g'risi topgan eshigim sariq ekanda o'zi. O'shaning uchun shuni qo'yib yubordim. Endi qorasini yoki oqini qayerdan topay shu vaqtda. Shunday qaradim, tekin shu eshik turibdi. Tamom, shuni qo'yib yubordim. Endi tekin bo'lgandan keyin rangiga e'tibor berish kerak yo'q menimcha. Tekin bo'lmaganda pullik bo'lganda tanlab olsam bo'lardi. Mana shu ranglisi menga yoqdi. Tamom, suvga tushib ketdim. Mana shu ranglisini berasan derdim. Kim bo'lsa ham berardi, sotuvchi buni yoki boshqami, xullas berardi. Kartoshkada bugun chirik kartoshka yo'q. Doim shunaqasi bo'lardi. Bugun yaxshi omadli bo'lib qolibmiz. Lekin sabzilar kam. Doim mana shu atrofgacha yetib kelardi bir stakdan ortiqchasi. Hozir 2 dona ortiqcha. Tamom, boshqa ortiqchasi yo'q. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Qaniysan jetel? Yaxshi Jo'xa. Yaxshi bo'lsin. Qochib tur, men polzimni yig'ishtirib oldim. Ko'rdim, bekor yig'ishtirding lekin. Nimaga? Biz uchun tekin tomosh edi. Yaxshi. Boshqa ish qilsang bo'lmaydimi? Bitta zo'r ideya bor. Qanaqa ideya? Ikkalamiz baliqqa chiqmaymiz, baliq ovlab kelishga. Baliqni qanday ovlaymiz? Tentak? Menda anov aytgancha yo'qotgan nima uni? Nima narsa? Qarmoq bor edi, yo'qotib qo'yganim esimdan chiqibdi. Hozir qarmoq bilan ovlash biroz qiyin. Baliqlarim o'sha sezib qolgan, ovqat qayerdadir ovqat ko'rsa olmaydigan bo'lgan, ular aqlli bo'lib ketgan. Shaharlashuvdi. Shaharlashgan ular. Menda bitta boshqa reja bor. Qanaqa? To'rdan foydalansak, baliq to'ri bor-ku, o'shandan foydalansak, tezroq ushlasak bo'ladi, tushundingmi? Zo'r ideya. Qayerda olamiz? Senda bormi? Yo'q-da, menda bo'lsa, senga aytarmidim. Unda qayerda olamiz? Unda menda bitta reja bor, qara. Ana do'konchi bor-ku, narsalar zakaz qilsa yetkazib beradi. O'sha bratanga aytaman, olib keldirib beradi bizga. Davay, ayt, ikkalamiz birga chiqib kelamiz baliq ovlashga. Bo'ldi, gap yo'q. Hozir men borib zakaz qilib kelaman. Lekin pulini yarmini berasan. Bo'ldi, gap yo'q, beraman. Pulni berib tur, menda hozir pul yo'q. Pul ishlagandan keyin beraman senga. Bo'pti, mayli. Shu yerda turasan. Uyingda bo'lasan, xolos qayerdadir bo'lsang ham men seni topaman baribir. Topib keyin aytaman senga, o'sha ketib yubordi uyga qarab. Xo'sh, mayli. Zo'r ideya, lekin bekor o'tiribmiz, baribir g'irt bekorchimiz. Nima bilandir shug'ullanib tursak, to'xta, bu yerga emas, bu yerga. Mana bu narsalar bu yerga. Shu janob mer nimadir ish buyurishini bilaman, shu uchun mana shu 3 ta asbob uskunani olib boray-da. Hozir merdiyoniga nima qilasan Jo'xa desanglar agar, hozir boraman zakaz qilaman ana to'rlarni, baliq to'rlarini va merdiyoniga o'taman. Chunki merdan ruxsat olish kerak, baliq ovlasak bo'ladimi, yo'qmi deb. Chunki noqonuniy bo'lishi ham mumkin-da. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, ke Jo'xa. Menga baliq to'ri kerak, 2 ta. Bo'ldi, es qilamiz. $20.
Ha, bo'ldi, olib kelib beraman. Siz olib keltirib qo'ying. Bo'pti, keyinroq kelib olib keltiraman. Ha, mayli. Tak, yaxshi, arzon ekan. 20 ta, adashmasam 20 tadan ko'p dollarim bor. Dollar emas, dollar. O'shanaqalarni olib kelamiz, короче. Tak, assalomu alaykum janob mer. Ha, va alaykum assalom, Jo'xa. O'zi sen kerak bo'lib turuning. Iltimos, qanaqadir ish buyurmang. Iloji yo'q ish bermasa bo'lmaydi. Sen nimaga kelding? Xullas, baliq ovlashga chiqmoqchiman. O'shanga ruxsat so'ramoqchi edim. Ha, bo'ldi, kakras. O'sha aytgan ishimni qilsang ruxsat beraman. Nima ish? Hozir ikkinchi seyfni ochdi. Ikkinchi seyfni ochdim. Bu yerda asfalt bloklar. Ha, короче, 3 ta yangi mashina olib keltirganman. Qishloqning narigi burchagida turibdi. O'shanga parkovka qilib olib kelib, o'sha mashinalarni joylashtirasan. Ha, mayli, ruxsat bersangiz bo'ldi, nima bo'lsa ham. Endi mana shu qayerdan qursam bo'ladi? Tekisroq joy topib qurishim kerak. Nima iloj endi? Mer buyurgandan keyin qilmasak bo'lmaydi. Qayerda mana shu yerdan qursam menimcha yaxshi bo'ladi. Ham mer o'ziga olib keltirgan bo'lsa kerak 3 ta mashinani. Menga misol sovg'a sifatida aniq olib keltirmaydi, chunki bilaman-da merda qanaqaligini. Lekin bergan bloklar yetsa bo'ldi. Mana bu joyga sig'dira olsak bo'ldi. Bu yer juda ham kichkina joyga o'xshayapti. Sig'armikan 3 ta mashina? Hozir zo'rroq birorta parkovka qilib, parkovka qur deyapti o'zi menga. O'sha parkovkani zo'r qilib qurish kerak. Tak. Всё, normali. Ana endi joy ochishni boshlaymiz. Mana shuncha joyda ochsak menimcha chotki bo'ladi, chunki agar sal chaproqqa o'tib ketadigan bo'lsa, musorxona bor-ku, bizning musorxonamiz. Ya'ni mana bu chiqindixona, o'sha chiqindixonaga o'tib ketishi mumkin. Bitta jitel chiqindi tashashga keldi. Mayli, o'zi ham tashalib ketsa zo'r bo'ladi. O'zi ham chiqindi uyotibdi desam, yo'q, jitellarga nisbatan bu nima edi? Shaxsiyatiga tegadigan gap bo'lyapti. Agar borib merga aytadigan bo'lsa, men qamab tashlashi mumkin, meni jarima qilishi mumkin eng kamida. O'shaning uchun tinchgina birovni yomonlamasdan, birov haqida gapirmasdan aqlli bola bo'lib o'tirganim ma'qul. Chunki kerak emas bunaqa ortiqcha gap so'zlar, ortiqcha bo'xton, tentakliklar. Tinchgina, tinch och qornim, tinch quloqim deganda yashash kerak. Xo'p, menimcha normalroq bo'lib qoldi-ku kattaligi. 3 ta mashina sig'sa kerak shu yerga. Sig'maydimi? Yo'q, 3x3 sig'dirib olaman. Tak, qaranglar, birinchi chekkasini qo'yib chiqamiz. Chekka qismi. Voy, chappa qo'yib yuboribsiz-ku. Nechivo? Sindiramiz qaytarib. Nomcha katta blok. Tak, dali, nechivo. Mana qilib qo'yib chiqish kerak ekan. Tak, uzoqroq qilsak, bemalol 8 ta mashinani ham sig'dirsa bo'ladi bu yerga. Mana endi o'rta qismini qo'yib chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Obbo, mana shu blok yetmaydimi deymanda. De, yomon rasvoda mana shunaqa. Boru, yetmay qoladigan bloklar asabimni buzadi mana shunaqa yetmay qoladigan bloklar. Tak, ana endi yana shunaqa qilamiz. 2 tadan 2 qatordan qo'yib chiqamiz. Yetib qolar, yetgancha qilaylik. Tak, 3 ta mashinani sig'dirsam bo'ldi shu yerga. Tak, menimcha sig'adi, nima sig'mas ekan? Yo, sig'maydi yo. Bilmadim endi, hozir ko'ramiz, to'xtanglar. Hozir sig'adi degani bilan sig'masligi mumkin, sig'maydi degani bilan sig'ishi mumkin. Har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun oldindan hech qanaqa gap so'z kerak emas. Bu kerak emas. Endi atrofini o'rab chiqishimiz kerak. Okey. Voy, qo'limga ar qo'nsin. Ar qo'nib nimadir ish qilib ketsin. Tak, okey. Okey, yaxshi. Bu tomonni qanday qilamiz? Bu tomonni asfalt ustiga bir qator qo'yib chiqar ekanmiz, o'ylab qaradim, chunki shunaqa qilsak qulay bo'lar ekan. Qulay. Tak, bitta olib tashlaymiz bu yerdan. Okey. Endi shuni mana bunaqasiga qo'yib chiqamiz. Muhim, baliq ovlashga ruxsat bersa bo'ldi, janob mer. Lekin baliq ovlay olamanmi? Bugun kecham bo'lib ketdi. Mayli, nechivo. Aytgancha meni kartamda ham pul bor, ana bratanga kakras kartamdan tashab beraman. Vaqtim ko'p cho'zilib ketmaydi. Ketdim, bor mashinalarni olib kelay. 3 ta mashinani olib kelish lekin juda qiyin bo'lib ketadi, bor. Juda ko'p vaqt oladi. Yaxshi, baliqqa borib kelib keyin olsamchi. Yo'q, avval bu ishni qilish kerak. Baliq qochib ketmaydi. Tak, mana 3 ta mashinalar. 3 ta mashinalarni olib boramiz. Tak, kakras zo'r mashinalar ekan. Meni boramiz. Tak, tezroq haydab, tezroq olib borsam, tezroq hammasi tezroq bo'lib ketadi. Keyin tezroq baliq ovlashga borsam ham bo'ladi. Xo'sh. Nimaga baliq ovlashga bormoqchiman, bilasizlarmi? Baliqni nima qilish mumkin? Yeyiladi albatta. O'sha yeyish uchun baliq olib kelmoqchiman. Tak, boramiz. Asta. Asta. Oy. Voy, palakatlik qilib. Voy, nima qilyapman? Nima bu mashina yurmayman deydimi? Yurasan da, yurmasang ko'rasan. Voy, to'xta, voy. Tepaga chiqib ketma. Tak, asta. Nima bunaqa g'alati bu mashina? Hamma yoqda rasvosini chiqarib tashlayapti-ku. Cho'ta sig'maydimi deyman o'sha mashina bu yerga.
Siqqancha qo'yaylik. Bo'ldi, все, mana shu yerda tur. Tinchgina o'tir. Xo'pmi? Agar bir joying qichib jo'nab qo'yadigan bo'lsang, ko'rasan mendan. Tak, mana ustidan o'tib ketsam bo'ladi. Sakrashni bilaman, baland sakrayman, men o'sha sakrashga qatnashganman yoshligimdan. Ketdim borib turlarni olay avval. Mashina qochib ketadimi? Mashina turadi-da. To'xtaylar, men baliqqa borishim kerak. Bratan, men kartadan tashlab bersam bo'ladimi? Albatta. Tak, karta raqamingizni ayting. Yozib ol. 47 49 46 45. Ha, bo'ldi. Pul o'tdi ko'ringchi. Ha, tushdi, olaver. Ha, mana shundami? Ha, shunda. Ikkita. Rahmat bo'pti, bratam. Tak, sen emasding, qaysi JTL edi birga boraman degan. O'sha JTLga ham aytib borayda. Tak, qani edi? Qani edi? Tak, bu yerda yo'q. Uyi mana bu tomonda edi-da uni. Menimcha uyida bo'lsa kerak. Uyidamikan? Yo'q, uyida hech kim yo'q. Xo'sh, mana bu yerdamikan. Voy, JTL yaramas qani ekan-a? Bosh kerak bo'lgan vaqt topolmay. Bo'ldi, ketdim, o'zim borib kelaman. Kech bo'lib qoladi, o'zim borib kelmasam. Qaranglar, o'sha quyosh botaman deb turibdi. Agar botib qolsa, botib qolgan bo'ladi keyin. Botib qolsa chatoq, keyin chiqarib olish problema bo'ladi. O'shaning uchun tinchgina o'zim borib kelay. Ana mashinalar kelganimni keyin olib boraman. Joyni kichkina qilgan, masal kattalashtirib chiqishim ham kerak bo'ladi. Tak, bu yerda, bu yerda dengizdan kema kelib mana buni ichiga yuk tashib ketadi. Esinglardami? Bir marta shu yerda yuk tashitgandim. Tak, suv ichiga qo'yib bo'larmikan? Qayerga qo'ysak bo'ladi buni? Nima, suvdan tashqariga qo'yiladimi bu? Buni suvdan tashqariga qo'ysam qanday tushadi baliq? Men tushunmadim. To'xtanglar-da. Suv, короче, oz tutayda, keyin ko'rasizlar. Tak, qanday qo'ysak bo'ladi? Mana shuni qo'yamiz, davay. Xo'sh, mana bir nechta baliq tutdim. Qaranglar, sonini bilmayman. Короче, ketdim. Qorong'i tushyapti. Voy, qorong'ida qolib ketmasligim kerak. Muhimi tezroq uyga chopib yuborish kerak. Ana u JTLga ahlam qilsin, bor. Shuncha baliq tutdim, onasini emsan. Endi unga bermayman, hammasini o'zim qovurib yeyman. Shunchalik ham odam bo'ladimi? Qarayapsizlarmi? Baxilligimda. Короче, bo'pti, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha. Men o'sha baliqlarni qovurib yeyishim kerak. Tamom.